Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Xorazm Obzor kanali, Xorazm viloyati Hazarasov Optum Gurunch bozoriga keldik. Hurmatli yurtdoshlar, hozir bu yerda bir ishning narx-navoni video obzor qilib yoritib o'tamiz. Bugungi sanani aytadigan bo'lsak, 9-may bayrami bilan tabriklaymiz hurmatli kuzatuvchilar. Xotira va qadrlash bayrami bilan 9-may haftaning 6-kuni, ya'ni shanba. Hozir shu yerdan Optum Gurunch narx-navoni video obzor qilib yoritib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Bizga chiqarib qo'yadigan yangiliklardan boxabar bo'lib turasizlar. Instagram'imizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar hurmatli kuzatuvchilar. Silkasini kommentariyada qo'yib o'tamiz. Kommentariya yozib turinglar, aktiv bo'lib hurmatli kuzatuvchilar. Kommentariya $100 pul mukofoti qo'yib qo'yibmiz. Kim ko'p kommentariya yozsa $100 pul mukofoti beriladi. Hozir 62.000 bo'ldik. 100.000 bo'lgan vaqtda $100 mukofot beriladi. Shuning uchun aktiv bo'lib, qo'llab-quvvatlab, videolar tarqatib, ko'rib-qararlar, qadriyat etib, podpishkada bo'lib turinglar. Mehnatimiz qadrlar, birdan like bosib, videolarga bemalol ko'raverasizlar. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilayman. Şöyle başımız hozir bir yandan, narx-navolar bir yandan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Nük 6.000 so'm. Nüksi 6.000 so'm ekan. 5-6 tonna bor. 6 becekimiz. Bor ekan. Bu 6,5 geç beraman deyende bu. Bu ne bu? Bu yani neden çıkan kubiki? Kubiki. Buncha. Bunlar 2800 berem. 2800 beriladi ekan. 200 halta var ki. Nisbi narx-navolar yaxshimi bu? O'rta, he? Valla şimdi soda otursa boladı, normal soda. 2 tonna salam bunu 6 sanam puluna gelsin. Doğru cevap ver. Neye bottu? 6 tonnası 6 sanam alam bunu gelirse. 6 tonna abi geçtik berem. Neçeden alabileceksin? 6 tonna berem. 5 aram daha mesela alamısı 6 tonna. Bir anda 5 yorumla. 5 alım bu be. 5 yorum bitmeydi ekan yana. Yaxshi ko'rib boraverasizlar. Berib bo'lsin. Sizlar kim ekanmi? Assalomu alaykum. Siz kimang? Birinchi kim ekan bu? Assalomu alaykum. Yaxshimilar. Necha so'm ha? 10.000 so'm. Lazer. Sodasını iş oldu bunu? Sodası hele açılmadı. Hele açılmadı. Elengen neçə so'm? Elengen 9 verecekmiş. 9 verildi ekan. Bo'lmadı mı hele? Yok. Hele bo'lmabdi. Bunda satıldı o'xshaydi. Ne satıldı? Endonezya. Indonezya neçədə? 9.000 so'mdan berilibdi Indonezya. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, xormanglar? Elengen neçə so'm ekan? Hay? 9.000 so'm ekan. Sodası bo'ldimi ha? Qaysında soda oldu beyde? Soda hech qismida bo'lmadi hali. Bo'lmadimi? Nega yuklanib turibdi-ku? Boshqa odam sotdimi? Ha. Qancha so'm lazi? 10.000 so'm ekan bu. Sodasi hali bo'lmabdi. Shunda 100 so'm pul ko'raman. 100 olaman. Soda o'xshaydi. Neydi so'm bakın berim ben bunu sana. Uydu bayağı bir ok çakırı yok içinde. Necha so'm aytdingiz? 7 yarım. 7 yarım. Ana kaltalarını bilme bir gül. Özgere de olsa pulun gerekmiyor ki. 200 yetip alır. Necha so'ratdingiz? Ne oldu? 7.000. Bazı apartman neye? Şunu neye düşüyordum ben o ki? Final mi alır? 200. Ya sodalarımız var. Hareket. Nüks birinci. Nüks neçədən satıldı bu? 6.000 verdik. 6.000 so'mdan berilibdi yani nüks. Tamam. 6.000 so'mdan. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Sog' yaxshimi? Bu tarafdan chiqib turgan biluvchilar bu yerdan ham bilib yurib o'tamiz. Assalomu alaykum. Sog' yaxshimi? Hormanglar. Elengelar necha so'm? 11.000 so'm lira. 11.000 so'm ekan elengan ha. Sodalardan chiqib turibdi mana. Arıdan satıldı. Qaysidan bundanmi? 10.000 so'mdan 15 kaldı. 10.000 so'mdan 15 olta sotilibdi yana. Nega bırakıyor yok ki?
Dekanın Gülistan'dan görsün. Dekanın Gülistan'ın çesin bu. Ha? 7,5 bin. 7,5 ming so'm ekan bu yana. Sodasi necha oldu? Açılacakmı? Nechadan so'rab turibdilar ama? 7,100 dan so'rab turibdi yerlar mana. Yaxshi, sodalansa bersin. 7,100 dan so'rab turibdi ekan. Bizden ham sotib turibdi ekan. Necha so'm ekan bilsa, salom. 10 bin so'm. 10 ming so'm elanga. Sodasi bo'ldimi? Yo'q, bilmayman lekin men shopir bu naniki. Ha, siz shopir. Ha. Ya. Birinchi bozorda narxlar qizg'in o'xshaydi men. 7,5 soatda 8 böleceksen. Necha so'm ekan birinchi? Başka biri so'radi onu aga. Elanga necha so'm? 8. 8 ming so'm. Bo'ladi onu. Sodasi necha soat turibdi buni? Yaqin 7,5 so'radi. 7,5 mingdan, ha? 7,5 dan. Bana bu boshqami? 7,5. Bu ham 7,5 so'rab turibdi yana. Ya, sodadan Bürüşe necha so'm ekan? Assalomu alaykum. 10.100 verdik yine hazır. 10,100 dan olib sotilibdi. 20'si kaldı. 31 kaldı. Elanga zo'r ekanligi. Buna Bir verici. ikkisi bir ekan buna. Yana 10,100 dan, ha? Buna 11 bin gig. bu 11 ming so'm ekan buna. Halal mı tuttan lerik? Necha so'rab turibdi buna? 10 zoruydu. 10 dan, ha? Gülistonda Gülistan separat boğan 7,5 benim. 7,5 belladi. Betali. Salam bet ketdi. 50 kiloluk 31 kaldı separat. Ya, sodalanib turibsiz. Lazilla yashiribsiz-ku, aga. Assalomu alaykum. Yetdimi ya? Yok yok bir ikisi gitti. Necha berib turibdi? Nechadan? 10.200 10 yarım. 10,200 10 yarim. Zo'r. 10 ming ham bor, ha? 10 ming ham bor ekan. Ya, sodalansiz. Birinchi bir ketdi ekan, lazerni qaysi? Ha? Ha? Seninki emasmi? Boshqaniki ham benda. Bir yandan narx-navolarni ko'rsatib o'tamiz. Yağmur ham yog'za qilib turibdi. Assalomu alaykum, rasululloh hormonlar. Elangalar necha so'm ekan? 11 ming so'mdan berilib turibdi elanga. Sodasi 11 dan ketib turibdi. 11 ming so'mdan. Bana bu boshqami? 10 ming so'm. Bu 10 ming so'mdan. Ya, sodalansiz. Birinchi sen kam ekan bugun. Soda yaxshi bo'lib turibdi ekanligi. Güliston. Güliston necha so'm? Necha so'm ekan bu? Satdimi? Satdimi? Tilak emasmi? Yo'q, amanam shu. Ha. Yaxshi billarni shu turibdi. Men bu yandan ko'rsatib o'tar ekan. Lazerlari. Lazerda soda bo'lsakmi? Assalomu alaykum. Kim yegan bu? 10.200. 10,200 berildimi bu? Berildimi, ha? 10,200 dan berildimi? 10,200 beribdi. Bu ne? Şu baka şu. Bir mi? İkisi bir baka. İkisi bir baha. Biz olduk. Oldingizlar. Tamam. Qayerga ketadi endi bu nasib bo'lsa? Buxoroga. 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 Bundan ham bo'ldimi soda, bundan ham qildingizlarmi? Ya bunda qilmadingizlar. 10.700 belli bu. 10,700 bu, ha? 10,700 bo'pti bu endi. Ne alaysiz? Meni Jamshid satib o'xshaydi bu. Jamshid, hormang, assalomu alaykum. Yaxshi saatlarmi Bormasizlar, gündüz-ku. Vamos. Ertalab satqana görünümüz. Ha, yerda satib ketib o'tsiz. Sizgimi bu? Ama bam meniki. Bundan köp adam bundan. Ha. Karşı verip turtmaz. Nechadan berib tursiz buni? Bunu Eleng. 2 yıl baka satıldı doğrusu ama. Ha. Şistra 10.000. Durala Durara 10.300 verelim. 10,300. 131 kalta özel de bu. 131 kalta. 29'u kaldım ona 29. Jolli gitti shunda. Rakon diyor bu da kalasa. Ha. Hani uzun mikiliklerimize verdik abi. Doğru. En zoru necha oldu endi bugun sizda? En udarı 11.000 so'm. 11 ming so'm. En udarı. Bereke ham gram yog'di yine. Ha, yağmur.
Beyram bilan. Bayram. Tabriklaymiz Malades. hemen. Ha, rahmat siz ham tabriklaymiz. Kichkinadan. Yağmur ham yağıyor yine Allah'ın nimeti. Ha. İnşallah işte başladılar Xudo xolasa. Başladılar o lazillerini. Baş kerak. Ürünşenem çıkarıp kalamız. 100 mingni yo'q turgani bilan keyingi yil Xudo xolasa balkim O'xshab ketardi. bo'ladi Xudo xolasa. Dekallayapti. Malades. Ajoyib bo'ladi Xudo xolasa. Vishchi bir uchtada Soda boda. Soda zo. Binsa chakarroq. Doğrusunu aytsak, vishchi bir uchtada savdo bor. Bank o'rta bir uchtada 9, 8 yarmi bir uchtada savdo. Ularda yaxshi emas endi. Lekin vishchi bir uchtada zakoniy savdo. Uni bag'at aytaverish kerak. To'g'ri. Yashirmang. Bag'at aytaverish kerak. Ajoyib bo'ldi. Malades. Tamom dekallar ham rahmat. Hava. Shu dekola yetishtirib turibdi axir. Mehnat ham o'zi bo'lmayapti axir. Ekishni boshladilar, qo'rqmay akaverdilar. Ya, malades. Yaxshi. Bo'lmasa keyingi yil Xudo xolasa. Yaxshi. Sodalarınızı versin. Beyden hiç yok tuttuğun beyde. Esselamu aleyküm. Gitti mi gen bu? Ne bu gitti böyle ha? Neçe verdiniz? 10.600. Bu ne? Bunda oldu mu soda? Bunu içiyorsun mu? Yok, 9 ming so'mda Ne bu? 11'lik, 11'lik, 10.600. Gülistan mı bu? 52'lik 8.900. Bunu içiyorsun mu? 67 olsa beramiz. 6700 olsa belirledi yani. Ya sodalarınızı versin. Gidelim satılıp da yana. Birisi soda yaxşı gelmeyin. Yerlerden gitti yapsaydı yana. Selamun aleyküm. Yaşamadılar. İçe sonra gelen gele. 9,5 ay tutturdu yani. Sodası buldu mu elama? 8800 soru aldı yani. Ya sodalarınızı versin. Olmasa şunun bilen hürmetli yurttaşlar bir isim göremiz. Ekibimiz sağ olasılar, aman olasılar.